qilgani? Men reklama qilganman, odamlar o'lib ketsa men javobgar bo'ling. Menimcha bu videoni hamma ko'rib bo'ldi. Kechadan beri shu mavzu trendda, ko'kosh masalasi. O'zi bu masalalarga uncha-muncha aralashmayman, lekin meni sohamga ozgina bo'lsa ham taalluqli bo'lganligi uchun o'zimning fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Avvalambor Komolaga, Kokoshga sog'lik, salomatlik tilayman. Alloh sizga shifo bersin. Siz sog'lom keraksiz, yaqinlaringizga, xalqqa. Sizni men o'zim sizni nejniy rolingizdan keyin tanishib boshlaganman. Menimcha shu nejniy rolingiz sizni mashhur qildi, sizni tanitdi xalqqa. Ya'ni shu tanitilgan, mashhur bo'lgan vaqtingizda siz aynan operatsiya qildirib, shu ozishi, chiroyli bo'lishi, shu yo'lni tanlaganingiz xato bo'ldi. Badali salomatligingiz bo'lyapti. Endi bir taraflama bu xalq uchun saboq bo'ladi degan umiddaman. Chunki shu narsaga ayollarimiz osongina shu narsani qildirib, qomatimni to'g'rilab olaman, osongina ozib olaman deb o'ylayotgan ayollarimiz uchun katta dars bo'ladi. Siz mashhur odamsiz. Siz orqali hamma ko'ryapti, bilyapti. Agar siz u holatga tushmaganingizda, boshqa ayol shu holatga tushganda, misol uchun bu narsa ustki kuruk, ya'ni kichkina kurukda hal bo'lib, yopti bo'lib ketardi. Xalq bu narsani bilmasdi. Uni orqasidan qancha ayollar jabr ko'rgan bo'lardi. Siz orqali ular tafakkur qilayotgani, siz orqali xulosa qilinayotgani menimcha ko'p ayollarimizni ko'zini ochadi degan umiddaman. Oson ozamonda bunaqa xavfli yo'llarni tanlamanglar. Operatsiya yotish uchun, qanaqadir narkoz olish uchun, shu narsa og'riqlarga chidash uchun kuch, irodanglar yetibdimi? Demak, sog'lom ozishga, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishga, sog'lom ovqatlanishga unga ham irodanglar yetadi aziz ayollar. Pulinglar, moddiy jihatdan qanaqadir qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, lekin irodanglar yetadi. Operatsiya qildirib 3-4 oydan keyin yana shu yog' yig'ilib kelgan bizda juda ko'p bunaqa bemorlar. Yana o'sha operatsiya qilgan joyini qayta operatsiya qildira olmaydi, o'sha o'tga operatsiya qildirish mumkin emas. Yog' yig'ilyapti, nima qiladi? Kelib massaj oladigan ayollarimiz ham juda ham ko'p. Shuning uchun salomatliginglarni o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Bunaqa qaltis narsalarni amalga oshirishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Yana bir bor Kokoshga salomatlik tilayman. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Har doim bir narsa qilishdan oldin bu yomon taraflarimni, yaxshi taraflarimni bir o'ylab ko'ringlar. Aziz ayollar, sizlarni yaxshi ko'raman.